Ko'pchilik akalarimiz so'ragan balonlari pachunili bo'lgan motobloklarimiz yetib keldi. Hozirda sizlarga buni qisqacha ma'lumotini berib o'tamiz. Xo'p, ma'lumotlari 7 kuchli motoblogimiz. Yoqilg'i to'ri benzin boklari 5 litrli qilib ishlangan. Motorlari 170 motorli. E'tibor berasizlar, mo'tachilargacha qo'ydirib olib kelingan. Korobkalari ham katta usulli korobkadan qo'yilgan. Balonlar razmeri 410. E'tibor berasizlar, balonlarda 180 gradusgacha aylanadigan pachunilari bilan bitta qo'lda o'zi bursanglar bo'ladi. Yurg'izcholar zavodni orqali yarimta tortganlar zavodda olib juda sifatli ishlab beradi. Skorlari oldiga ikkitadan, orqaga bittadan skorlari bor. Frezalari esa 4 qatordan 8 qator bo'lgan, har bir qatori bo'lgan freza beramiz. Rullari ham uzun variantidan bo'ladi. Agarda kim xuddi shunday 7 ot kuchli balonlari pachunili, katta balonli frezalari 4 qatordan 8 qator bo'lgan motoblokdan xarid qilmoqchi bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Endilikda Agroservis do'koniga kelib, motoblokni xarid qilib oldingiz. Shundan qaytib ketavermaysiz. Kelasiz, motoblok xarid qilgansiz, sizga bonuslarni ham qo'shib beramiz. Bonuslari nima deganlar uchun kelasiz, 7, 17, 9 xohlagan turdagi motoblokni xarid qilib olasiz va kirganingizda bizda baraman bor. Bu baramanni sizga bir marta aylantirish imkoniyatini beramiz. Kelasiz, istagan tomoningizga bir marta aylantirish imkoniyati beriladi. Bitta aylantirasiz. Mana shu yerda kulishnavur, balgarka, drel, shurpaver nimaiki tushsa sizga shu yerda ishlatib tekshirib beriladi. Manzilni so'raganlar uchun manzil Farg'ona shahar Avval qishlog'i Agroservis do'koni. Jonlang sog' bo'lsin, keyingi videolarda ko'rishguncha.